Mani BTSning konsertiga kirgizishmadi. Bilasizlar, kecha 31-oktyabr kuni Kim Sok Jinning konserti bo'lib o'tdi. 10 yillik armiy bo'lib birinchi marta BTS konsertiga bilet olgan. Mendan baxtli odam yo'q edi. Yana bir orzuyim amalga oshdi deb 7-osmonda uchayotgan. Konsertni juda ham kutib, trend videolarini olib, juda ham katta hayajon bilan Seuldan Inchonga bordim. Juda ham baxtli edim. To'la armiylar, jinni qo'shiqlari eshitilyotdi. Yana Jihob bilan Jungkook ham kelibdi degan gapni eshitib, o'zimda yo'q xursanddim. Tushga o'xshardi hammasi. Keyin ro'yxatdan o'tishga bordim va hammasi shotdan boshlandi. Men Koreyaga kelganimga 2 oy bo'ldi va hali chet el ID kartamni olgan emas edim. Shu cho'maga tanishim bilet olib bergan. Chunki bilet oladigan appga registratsiya qilish uchun ID karta raqami kerak bo'ladi. Oldinroq boshqa konsertga ham o'rtog'im olib bergan bilet bilan kira olganim uchun xotirjam kira olaman deb o'yladim. Lekin meni konsertga kirgizishmadi. Chunki BTSga o'xshash idollarning konsertida faqatgina o'zingizning nomingizda bo'lgan bilet bo'lsagina kira olar ekansiz. O'lib yalinib so'radim, 10 tacha xodimiga tushuntirdim, menejerlarigacha gapirdim, lekin baribir meni kirgizishmadi. Qo'limda biletim bo'lib kira olmadim. $130 pulim kuyganimdan ham kira olmaganim, 10 yillik orzuyimni amalga oshira olmaganim alam qildi. Stadionni oldida hijam ketolmasdan 3 soat yaqin turdim va oxiri yig'lab uyga qaytdim. To'g'risi haligacha o'zimga kela olmayapman. Shuncha kutib borsang-u, umid qilib borsang-u, kira olmasang odamga juda ham alam qilar ekan. Mayli, bu safar o'xshamagan bo'lsa, keyingi safar o'xshaydi. Chin dildan istalgan orzular albatta amalga oshishiga men juda ham ishonaman. Ishongan holda davom etaman. Konsertga kirayotganda menga o'xshash xato qilmaylasizlar. Albatta buni inobatga olinglar, yaxshilab tekshiringlar. Xudo xolasa bir kun nafaqat konsertning o'zidan, balki memberlarning o'zi bilan rasmga tushib stories joylash Xudo xolasa nasib qiladi.